Hayotim, bir narsani tan olmoqchiman. Bu narsani tan olish menga qiyin. To'g'risini aytsam, siz bilan har doim urushib qolganimizda doim siz haq bo'lgansiz, ammo nohaq bo'lganman. Hozir bu narsani tan olish menga juda ham qiyin bo'lyapti, lekin nima qilay? Bu narsani aytmasam bo'lmaydi. Vijdonim qiynalib ketyapti. Har doim shunaqa urushib qolganimizda siz to'g'ri gaplarni aytasiz, lekin men shu narsalarni tushunib tursam ham, lekin tan olgim kelmaydi. Tan olsam qanaqadir o'zimni g'alati, boshqacha his qilaman. Shuning uchun vaziyatdan foydalanib, hali urushmagan vaqtimizda sizdan uzr so'ramoqchiman. Iltimos, meni kechiring. Har doim shunaqa bo'ladi. Men atilab qilmayman bu narsani. Iltimos, hayotim, har doim siz haq bo'lgansiz, men bo'lsa nohaq bo'lganman. Meni kechira olasizmi? Deb o'rtog'im eriga yozgan ekan, bilasizmi nima deb javob beribdi? Menga qara go'zalim, sen nima bo'ldi? Yana boshingizni ushib oldingiz? Har doim mashtan qilasiz, men sizga umuman hech narsa demasligim kerak. Nimadir desam, o'zingiz mana shunaqa kasalga savolasiz. Voy, shu ham odam-ku, nimadir deyapti-yu, nimadir deyotgan bo'lishi mumkin, muhim gap bo'lishi mumkin degan narsani umuman xayolingizga keltirmaysiz. Menga har doim shunaqa nohaqlik qilib kelgansiz. Men sizdan xafa bo'ldim. Man nima dedim?